Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilari. Bugungi suhbat programmamizga O'zbekistondan Sayız Axun akamizni suhbat taklif qildik. Bugungi suhbatimizning temasi O'zbekistondagi Xitoy tijoratchilarining kengayish haqida bo'ladi. Assalomu alaykum Sayız Axun aka. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga naq maydondan Toshkentdan qatnashib berganingizga ko'p rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Yaxshi. Mana Ro'za Ramazon oylarida yaxshi bir peredachini uyushtiribsiz. Albatta shuningga munosib bir javoblarni berishga harakat qilamiz. Dunyoning har qanday burchagida muhojiratda qiynalib vatansiz chachrab turgan qarindoshlarimizga yalqinliq salom. Rahmat. Bizningki tunji qatam hamda O'rta Osiyodagi davlatlar haqidagi davlatlarda yashayotgan uyg'urlarimizni qilishimiz tunji qatam sizni ekranga taklif qildik. Sizni biz Facebookda ko'ramiz hamda Facebookda ko'p naq maydon suhbat olib borasiz. Biz bir qancha qatam qisqacha paranglashib tanishdik. O'zingizning O'zbekistondagi Toshkent shahar yashaydiganliklaringizni dedingiz. Bugun ekranga tunji qatim chiqishingiz, ekranga kelganingizga xush bo'ldim, xursand bo'ldim. Eng avval o'zingiz kim o? Siz O'zbekistonga vatandan chiqqan Uyg'urmi, yoki to'lgan Uyg'urmi? Mush haqida avval o'zingizni bir qisqacha ekranda qarindoshlar tanishtirayotgan bo'lsangiz, rahmat. Ekranimiz sizda. Yaxshi. Bu ana jutung omon bo'lsa, rangi ro'ying samon bo'lmas deganda mening ota-onam şu bizning vatanimiz, tarixiy vatanimiz Sharqiy Turkiston, kelgusi Uyg'uriston davlatchiligining Mongol kira Kichik Bug'ur atroflaridan chiqqan ekan 59-yili. Mening dadam shu 3 viloyat inqilobida askar sifatida bo'lib xizmat qilgan. Albatta bularning beshig'i shunday bir kulfatlar tushdi. Ular Qozog'istonning Olmuti viloyati Uyg'ur nahiyasi, G'aljat va Avat degan joylarga kelib joylashgandan keyin shu yerda men 61-yilda tug'ildim. Shu yerda 10-sinfni tugatdik. Shu o'qish jarayonida biz shu rayonlik Elivasiya gazetining yezi muxbir bo'lib xizmat qildik. Vaqtda kommunizm tug'i deb gazet bo'lgan hozirgi Uyg'ur ovozi u gazetlarga qatnashdik. Keyin armiya sepiga aqirlib 2 yil xizmatni shu Rossiyaning hozirgi Vladimir va Ivanovsk oblastida xizmat qildik. Harbiy mudofaadan nimsepidan qaytgandan keyin biz darrov Olmutiga kelgandan keyin bir oydan keyin Toshkentga kelib men joylashishga muyassar bo'ldim. Bu yerda mening 2 akam shu yerda o'qigan. Shularning oldiga kelgach men kelib mishaga joylashib qoldim 21 yoshimda. Xudoga ming qattiq shukr, shu vaqtda bo'lsa ham 82-yili samolyotda kelganmiz. Mashada qilib ketdik, oilalik bo'ldik. Mening oilam shu Abdurim Aysa shu bizning viloyat inqiloblarida nurg'on etib chiqqan Abdurim Aysaning avlodiga men kuyog'il bo'lib qoldim. Mening hozir 2 o'g'lim, qizim bor, 7 ta nevram bor. Toshkentda yashayman. Rahmat. Yaxshi tanishtirdingiz. Ya'ni sizniki dadingiz Sharqiy Turkiston milliy armiyasida askar bo'lib to'g'an qisqa tarixlarni bildik. Rahmat. Siz hozircha O'zbekistonda yashaydi ekansiz. O'zbekistonda qanchalik Uyg'urlar bor? Toshkent qanchalik Uyg'ur yashaydi? Akam Andijonda, Namanganda, har qaysi viloyatlarda qanchalik Uyg'urlar bor? Va Uyg'urlarningki ommaviy tashkilotlari bormi? Mushaqqida bir qisqa bir tushuncha bergan bo'lsangiz, rahmat. Albatta biz Xudoga ming qattiq shukr, shu 63 yoshdan mana eshityapmiz. Payg'ambar yoshiga kirib biz nurg'un ustozlarni ko'rdik. Ustozlarni ko'rganda Uyg'urshunos, turkolog institutlarida Olmutida ishlagan Ho'jahmat Sadvaqatovlar bilan aloqada bo'ldik. Madaniy markazlarni qurish oldidan bizga albatta shu Uyg'ur xalqining soni jihatdan bizga shu sifrlar kerak bo'lgani uchun biz butun O'zbekiston territoriyasida qayerlarda Uyg'urlar yashaydi, biz mana shu masalada aktiv bo'ldik, qatnashdik, madaniy markazlarni qurdik. Mana shu vaqtda Ho'jahmat Sadvaqasov
akamiz merhum şu kişi özü Uyg'urshunos bo'lgan, o vaqtda nihoyatda diqqat e'tibor qartilgan edi. Mana shu vaqtda o kishi o'zining shaxsan ekspeditsiyasi bilan butun shu O'zbekistonning vodiy deydi, o'sha Andijon, Farg'ona, Qo'qon, Namangan bularning hammasi Uyg'ur, bularning hammasi men o'rganib chiqqanman degan gaplarni qilgan. Endi men uning soni muncha desam bo'lmaydi. Agar hozir O'zbekistonda 40 millionga yetib qolgan bo'lsa, значит nurg'un Uyg'urlar bor. Shundaqla Toshkent viloyatida nurg'un Uyg'urlar yashaydi. Sirdaryo viloyatida endi singishib ketdi. Hozir bunday aytganda davlat va jamiyat deb millatni pasporti ko'rsatmaganligi nihoyat singishib ketdi. Shuning uchun biz uni qonun sanjayatni aytsam men falon million deb aytalayman, lekin uni nima qayerdan olding degan gaplarni qilmaslik uchun biz to'g'ri mulohaza qilib olib boraylik. Uyg'ur madaniyat markazlari ishlaydi bizda. Shu sobiq isri parchalangandan keyin biz 89-yili bel bog'lab, men ko'p vaqtlarda yosh vaqtlarim 28 yosh vaqtlarim o'sha madaniyat markazlarining eng yoshlaridan biri bo'lib qatnashib, o'sha odam sonini yig'ib elishlarda nihoyat aktiv qatnashdik. Albatta u vaqtlardan bizning ustozlar jiq bo'lgan, nihoyat o'sha vatandan kelgan Abduqodir Zunun damdo va nurg'un tarixini cho'nqur biladigan odamlarimiz o'shada radio televideniya ashada redaksiyalarda ishlab o'tgan. Biz ustozlarni jiq ko'rdik. Yana savollaringiz bo'lsa biz javob berishga tayyor. Yani Uyg'urlar O'zbekistonning qaysi rayonlarida biroz ko'proq, Andijonda ko'proqmi yoki Toshkentdami yo Samarqanddami? Endi jeng bundaq konkretni Uyg'urlar endi men Uyg'ur deb qilganlar ko'proq Toshkent viloyati, Toshkent shahrida yashaydi. Endi Andijonda nurg'un, lekin ular u yerda tingishib ketgan uchun biz ular Uyg'ur mahallalari bor u yerda. Ular aytdi o'zlarining nimasidan 90-yillari o'sha Qashqarlardan kelib arada o'zaro diplomatiyalar bo'lib turgan. U yerlardan artistlar chiqib, konsertlar qo'yib, ular o'zaro o Andijonda boshqacha tarbiyalangan. Ularning nimasi shu Oxun nimasini saqlab qolishda ana shu viloyatda Andijon, Vodiy, shu Qo'qon, Namangan taraflarda nihoyat saqlanib qolgan. U yerda qo'shni o'zingiz bilasiz Qirg'iziston, u yerda nihoyat nurg'un, nihoyat Uyg'ur, u yerda o'z vaqtida Abdul Ro'zbaqiyev kelib Qala vaqtlarda shu Götevar Uyg'urning motivar farzandi deymiz. Ana shu kishi nihoyat o'shada obod qilishlarda qatnashgan. Mana shunday gaplar. Hozir siz gapingizda Oxun deganni saqlab qolgan dedingiz. Bu Oxun deganni mushaqqa ozroq tushunchasini siz Sayz Oxun deydi ekan. Facebookda Sayz Oxun deb yozildi. Bizim Sayz Oxun akademiyamiz. Bu Oxun degan oxirgisidagi taxallusingizmi, familiyangizmi yoki bu Oxunning qanday bir ma'nosi bor? Endi bu Oxun aka, Oxun degani bizning Murat Hamrayev dedi, doktor 28 yoshida filologiya fanlarida doktor bo'lgan, istir davrda nima Moskvalarda, boshqalarda ham yerlarda o'qigan, nihoyat kuchli bo'lgan. Biz ular bilan shaxsan ishxonalarga berib ko'rishganmiz. Mana shu kishi Oxun degan bu пересвященник o'rischidan nima qilgani пересвященник degan gap kelib chiqadi deb bizga aytgan. Endi Oxun degani biz asta-sekinlik bilan nima qilganda bu nihoyat o'qimishliq, cho'nqur bilimga ega shu vaqtda o'sha bizning vatanimiz hozirgi Sharqiy Turkiston vatanimiz bo'lajak Uyg'uriston davlatchiligida nihoyat qaralgan ekan. Shu vaqtdan kelib chiqib bu narsalar shu nimada shu Rossiyaning ko'p musulmonlar yashaydigan yerlardan bu ko'p tarqalgan ekan. Dog'istonlarda masalan, shu nimada Ozarbayjon, mana Tatariston va boshqada bu gapni hozir mana bunda qolganda nimaning shu Afg'onistondagi Talibanlarning hozirgi boshchisi Axundzada deydi. Bu nihoyatda bizga baqilishlik, chabarchas bizning shu Turkiy xalqlarga bo'libmi, uning beshida Turkiy xalqlarining beshida turgan eng qadimiy xalqlardan biri bo'lgan Uyg'urlarga nihoyatda bir baqilishlik so'z bu. Shuning uchun menga
etdi-de, köpü hacı bo'lib kelgandan keyin men bo'lmasa Sayız Axun bo'lay, hacı bo'lmagan bo'lsam deb, shu Sayız Axun menga singishib qoldi. Bizning yani başka qiziqchilarimiz bor. Shu nimada Ovoz Axun degan shu Anjanda tug'ilib o'sgan bolalar mana bu nihoyatda populyarni bo'lib ketgan, hozir dunyoga tonilib ketdi. Qiziqchilik bo'yicha. Gap ustisi. Amashlar. Rahmat. Mushu hamda azroq bir shu siyosiy temalarga kiraylikda. Bir qancha kun bo'ldi mana O'zbekistondagi o'zbek qarindoshlarimiz bizniki Xitoy qarshi harakatlarni har qaysi sosyal medialarda, bular Instagramda ko'plab taqdim. Dastlabda Anjandami bir yerdagi Xitoyning saharda atigani chiqib chiniqib ashar usul o'ynayotgan bir ko'rinishlar taqilgandan keyin buningga qarshi o'zbeklar Xitoylarniki shu yerda yerlashib qolishiga, shu yoshiga qarshi turganlik to'g'risida videolar taqildi. Onun keyindan Xitoylarniki nurg'ulg'an azam mollar to'kma qilgan marketlarniki ko'plab ichilganlikka qarshi Xitoy mollarini boykot qilish. Maxsus Twitter nima Instagramda boykot Xitoy dediki, hamda Xitoy boykot Xitoy xabarlari deb bunda saytlar eshitibdi. Buningda butunlay o'zniki Xitoylarga qarshi turayotganlik haqida nurg'un videolar, Xitoy mollarini boykot haqida videolar taqildi. Hatta Xitoylarniki oshxonalarni qurganligi bular qarshi o'zniki Xitoyga qarshi norozilik faoliyatlarini epadi. Bu harakatga qarata hamda sizningki bir ko'z qarashlaringiz, shu yerdagi ahvollar, O'zbekistonda yashayotgan siz buni yaxshi bilasiz. Bu haqida bir qisqacha tushuntirib o'zingizning ko'z qarashingizni bersangiz rahmat. Albatta, men 21 yoshimda kelgan bo'lsam, bu O'zbekistonning u 82-yillarga to'g'ri keladi. Men nurg'un etaplarni ko'rib o'tdim. Shuning uchun men hozirgi yoshlarning unda tasoddifiy qilishlarga ijobiy baho beramayman. Sababi to'g'ri, biz o'zimiz ham shu Uyg'urlar qirg'inchilik davrasida shu boykot qilaylik tovarlarni undaq dedik, hech kim quloq solmagan. Lekin bu oxirgi kunlarda bo'layotgan boykotlarning qandaqdir bir salbiy ta'siri bor deb tushunma. Bu Xitoy degan bir davlatchilik. Biz u yerdagi yoshlarning Xitoyga qarshi emas, shu yerdagi tadbirkorlarga, kega undaq aytganda kelgindilarga qarshi deb tushunamiz. Bu aytı o'zining nimasida siyosiy jarayonda va huquq doirasida buni to'g'ri nim qilishimiz kerak. Agar shu odamlar o'shaxdan kelgan odamlar agar har qanday o'zining mustaqil yo'li bilan keldimi ya shu ikki davlat orasidagi shartnomalarga asoslanib investorlar keldimi, mana mashada buni aniqlash kerak, buni to'g'ri aniqlash kerak. Sababi O'zbekistonda nurg'un ishchilar masalan uni qo'pol darajada o'zbek qarindoshlarimiz keldi demay, shu Rossiyaga borganda gastrobayter deydi-ku, bu nemischa gapga, o'sha fashistik prinsiplarda ishlatilgan gaplar bu. O'sha Führer vaqtida. Mana shu gastrobayterga o'zbeklar ham shu Rossiya davlatlarida chidab kelyotdi. Fed majburiy armiyaga ketish boshqa haqqa. Endi buni o'zining vataniga vatanparvar, millatparvar shaklda agar bular bir nima ish qilayotgan bo'lsa, demak bular xil dunyoni ko'rdi, bularning ko'zi ochildi, bularning ongi shakllanib beryotdi. Men bu yerda bularning millatchilik masalada boshqa turyotdi deb tushunmayman. Albatta bu qanday programmada kelgan odamlar bular. Mana shuni bilsak degan ma'noda bular o'zlarining ovoz ohangini qilyapti deb o'ylayman. Rahmat. Endi bu hozir O'zbekiston bilan Xitoyniki munosabat nihoyat yaqin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyga ziyorat qilganda Xi Jinping dag'dug'lik kutib oldi. Xi Jinping 2 yildan oldin keldi O'zbekistonga. Kelgan vaqtida bulta keldimi o'tgan yil? Kelgan vaqtida uni Shavkat Mirziyoyev shunda qattiq kutilib, bu yollarga medallarni esib, usul o'ynab, o'zbek qizlarga dag'dug'lik kutib oldi. Buningda ikki davlatningki munosabat naqadar yaqinligi chiqib turdi. Hani bu davlat o'rtasidagi munosabat foyda manfaat ustida qurilgan bo'lgandan keyin shu shaklda mangadi ekan. Endi o'zbeklar, Uyg'urlar tarixda bir millat,
deb taraflandi. O'tganda necha oyning oldin bir O'zbekistondagi bir jamoat erbobimi O'zbek bo'lmagan Uyg'ur yo'q, Uyg'ur bo'lmagan O'zbek yo'q deb bir faoliyatda so'zlaganligi, hatto shu Toshkent viloyatininki valisining Uyg'ur ekanligiga so'zlagan bir videolarni ko'rib xush bo'ldik hamda qandaylar bo'lib qolsa Uyg'urlarni misol nima bakan va siyosiyalarda degandek avvallarniki. Endi hozir siz deb o'tdingiz. Bugun aytganda bir video taqilmish videoni bir qo'yay avval. Başa. Bozordan kitap. Bozordan kitap. Mana, ma videoni ko'rdingiz. Bu video biga aytgan taqildi. Instagram'daki Xitoy ovozimi bir ayta degan saytda taqilgan bir video ekan. Bu videolarni men o'zimniki sosyal medyada Facebookda X'da ham baxirladim. Xitoy tijoratchilik do'konlari O'zbekistonda o'tketdi deb. Ana shuni qaragan eng yangi bo'lgan xabar o'xshaydi. O'zbekiston axborot vositalarida bu haqda xabarlar bormi? Shu video haqidagi do'konlar o'tketganligi haqida qanday fikrlar va bu vaqt sizning tushunchangiz nima? Endi bunday tushunchalarni biz darrov shu o'tkatgan qarab turib gap qilmaymiz. Biz uzoqdan falsafalik yondashib gap qilamiz. Mana Farg'onadami biz gaz zapravkada yo'qsiz vizirib bo'ldi. Buningdan bir 3 oy oldin buning oxirini izlab kelganda Qozog'istonning Turkiston viloyati bilan chegarada shayda 250 metr yer ostidan qezilib tashadan noqonuniy gaz va shu neft mahsulotlarini o'tkazgan. Ya'ni boshqa nimalar o'tgandan maxfiy organlar tomonidan aniqlanyapti. Mana shunday sabablardan mana shu bo'lgan narsani bu o't degan bu o't bolasi, suv bolasi hech kimni beshig'i kelmasin. Men dushmanimga buni tavsiya qilmayman. Endi uning ustiga mayaq qo'shib yezib Xitoyning nimalar ko'yotdi deb yezishlar bu nihoyatda og'ir musibatli ish. Bizga nihoyatda qirg'inchilik qildi, to'g'ri, vatanimizda, Sharqiy Turkiston vatanimizda nihoyatda qirg'inchilik qildi, lekin bu vaqtlarda bular bosh ko'tarib bizni qo'llab bir taraflama bizni nima qilgan bo'lsa, biz bu nimalarga nihoyatda boshqacha yondashib siz aytgandek berib ko'rib nihoyatda bir o'zimiz ichinarliq bir nimada bo'lgan bo'lardi. Hozir bir xabar sifatida qaysi bir terakt o'xshash bu ikki davlatning orasiga nizo selish, rahbarlarni ichidagi nizo selish o'xshagan bir masala. Endi biz ushshaqilqi oyoq ostidan chiqqanilqi vaqirab vangchon qilib hum ko'tagan odamlarning gapi bilan bu kuydiryapti. Bu yerda nimalar kuyib ketdi? Qanday odamlar nima faqat bu yerda shu nimadan kelgan Xitoy Xalq Respublikasiga kelgan tadbirkorlarmi yo boshqa tadbirkorlarmi ziyon tortdimi? Buni albatta shu o't o'chirish nimasi aniqlaganlikin buni isboti bilan bularni значит kapolatlik qilib to'lab berdi degan so'z. Bu значит davlatga xiyonat ketyapti degan so'z. U odamlar vaqirab chaqirib turganga biz qiziqmaymiz. Biz davlatchilik bizga ketyapmiz. 30 yildan oshiq mustaqil bo'lgan davlatni o'zining tutgan operatgan prinsiplarni doim qo'llab kelamiz. Xalqning ichida qanday bo'lyapti bu inkaslar? Ular o'zlariga qanday shuni qabul qilyapti? Har kimning o'zining miyasidagi ish. Biz lekin Uyg'ur xalqining farzandlari bu narsaga nihoyatda taqabul turib, bizning vatanimizdan, shu Sharqiy Turkiston vatanimizdan qizil bayroqlarni elib chiqib ketsin. Mana shu vaqtda bizning haqiqiy do'stlarimizga bular bizni yenimizni yeyotdi. Shu ishlar shuning bag'lanishlik deb tushunamiz. Bu narsaga birdan biz Uyg'ur xalqining farzandlari, xonim qizlari, yosh o'smirlari mashada tarbiyalanayotganlar birdan shu nimaga qo'shilib biz bir ovozda vaqirab ketmaymiz. Buni aniqlansin, faktlar kelsin. Bu vaqtda hal bo'ladi. Agar bizning prezidentimiz bir xiyonatlik qilayotgan bo'lsa, dokument to'plab buni Interpolga yo'qsa
xalqaro sudga basında şeyde aniqlandi. U sud bir nimani tasdiqlamaguncha ayrimlar vaqirab prezident do'g'ri qildi, tadbirkorlarni chaqirdi. Biroq qolgan ishlarni qonuniy organlar, senata, qonunchilik palatalarida uningdan pastga tushsa, hukumat deydi, pravительство va uningdan keyin tushsa, departament shu har bir rayonning shu qayerda kuydi, qaysi rayonda joylashgan. Mana shu joy-joyida hal bo'lish kerak bu narsalar. Qonunni biz xalqaro darajalik nima qilishga harakat qilyapti. Mana 30 yildan oshiq bo'lsa, nurg'un to'salg'ularni ep tashildi. Bizning prezidentimiz shu bizning prezidentimizning operatgan siyosatida biz qeniqarlar. Bu ishlar bir qanaqdir bir saranga chaqqandek ko'rindi bizga. Tuzilib ketdi, hamiz tekshirinib ketdi. Hem sadece sözünüz jarayonida ham Xitoy tadbirkorlari ham O'zbek tadbirkorlari dedingiz. Bu gapni bir tushuncha berasingizda, tadbirkorlar degan gap bizda boshqacha bir anglada sizning aytganingiz tadbirkorlar nima ma'noda? Sizda mana savdogar endi kelib chiqishi taqdidchilar o'zi mushtarikda shu hozir biz yashayotgan yerlar mana shu O'zbekiston, Tojikiston yerlari taqdidchi deydi. Bular savdo yo'llari bilan bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston bilan bu aloqani yaxshi yo'lga qo'ygan taqdidchilar. Bularning avlodlari salar deydi, boshqa oyoqlar kelib ketganlarmi bor? Mana mushulardan kelib chiqib, bu keyingi nimalarda savdogar, keyingi sizlarning mana hozir mushu zamonaviy tilda tijoratchi deb tushunildik. O'zbekistonda buni tadbirkor deydi. Shu shaxsiy tadbirkor va aksionerlik jamiyat deydi. Mana shu tadbirkorni biz tijoratchi degan ma'noda tushunamiz. Rahmat, endi tushunishga bo'ldi men gapingiz. Endi bu yerda bu qatimda o'tqish voqeasi dedik-ku, endi davlatlar o'tirishki faqat manfaatli bo'lgandan keyin shu bir davlat yana bir davlatdan manfaat olgandan keyin shu davlatdagi manfaatini o'zining davlati qo'g'daydi endi. Lekin bu tarafdagi kelib chiqishini endi hozir xalqlar Xitoyniki O'zbekistonda kengayishi, Xitoy tijoratchilarining kengayib, o'zbek xalqininki ijtimoiy hayotga ta'sir ko'rsatganligi, ham O'zbekistonning yerlari egallab olganligiga qarshi kelib chiqqan o'taptin bo'lishi mumkinmidi degandek gaplar bor. Ham uni kim o'zigidan ketgan o'tmi yoki ashuna bir sabablar to'g'risida hech qanday bir narsa yo'qmi? O'zbek xabarlarida, davlat televiziya binasilarda bu to'g'risida hech bir gap so'zi yo'qmi? Ya bu gaplar ortiqcha gaplar, sababi hech kim bu chigardan ya samolyotdan ya poyezddan, avtobusdan kirayotgandan hujjatlari tekshirilib kirildi. Endi u odamlarning shaxsi kim, asli kimligini uni bizning sirtqi razvedka va shu hozirgi chigar bo'ylardagi razvedkalar buni aniqlab bilish kerak. Bu do'tkalarni markazlashtirib yetkazib bergandan keyin 10 odam kirgan bo'lsa, uning qanchasi kim asli? Mana shuning bilan bu ish amalga oshirildi. Endi bunday aytganda bu upshim taraqqiyot jarayoniga ep qaraydigan bo'lsak, bu O'zbekiston o'zi shu mustaqillik bo'lgandan keyin O'zbekistonning kelgusi aziyatskiy tigr degan darajasiga tigr deydi. Endi yo'l vositamda mana shu darajasigacha iqtisodiy tomondan shunday narsaga ega bo'ladigan ekanligini o'sha 97-yillari ma'lumdi bu. Endi arada bunda har xil tataqlar chiqib davlatning uya-buyalaridan bo'lgandan keyin bu narsadan deydi delegatsiya qilmas. Singapur darajasida bizning oldingi marhum prezidentimiz Janubiy Koreyaning nimasini ulgusini olamiz deb mangan. Endi hozir mana Singapur ya bo'lmasa boshqa bir davlatlarga taqlid o'zining iqtisodiy nimasini ko'tarish 30-yillarda xudoyim omon bo'lsa ko'ramiz. Shu prezidentimizning olib borayotgan nimasida aziyatskiy tigr, Aziya tigri degan iqtisodiy nimada o'zining tituliga ega bo'lish darajasida ketyapti. Buningga albatta sirtdan investorlar kirib kelish kerak. Bizning Toshkent City'ni qurayotgan vaqtida bir investorlar keldi. Arada yerim yo'ldan tashlab ketgandan keyin bu favqulodda vaziyatda bizning Habibulla Hojim degan vatandoshimiz chiqqan. Mana shu odam 400 million dollarlik shu vaqtda endi unda 400 milliondan qanchasini tikkanini Alloh biladi, bir Alloh biladi. Mana men sizga aytib qo'yay, u nurg'un joylarda bunda pulni tikdi. Mana mashada haqiqiy bir yoqdan bosh chiqarish,
mushu xalqni bir qo'sig'in to'q qilish, ularni xotirjam yashashi uchun bizning qarindoshlar qarab turgani yo'q. Shuning uchun bu iqtisodiy masalada biz kelajagi buyuk davlat degan bo'lsa, buyuk bo'lishi faqat bu mushu qo'g'dinish va qo'g'dash nimasida NATOga a'zo bo'lgan vaqtida O'zbekiston bilan alaytan hisoblashadi. Endi buni aziyatskiy tigr bo'lgan vaqtida hech qanday bir sanksiyaga tushib qolmaydigan bir qandaqdir bir davlat bo'lish ehtimoli oldimizda. Men buni aniq ayta olaman. Rahmat. Endi bu Xitoylarningki o'zining qo'shni ellarga, boshqalarga kengashniki nimalari eng avval bular yezdin shaharni qamal qilish mana nimalari borda. Adamni az yerlarga o'shan asta-asta yasat velib bara ana shaharning markazlarida nurg'unlagan so'z do'konlarni ichish, tijoratni kengaytirish orqali boshqa kengayishlikni qilib keladi tarixdan buyon. Anakeni bugun atigan yana bir taqilgan bir video, bu videoni men tushirib hech qanday qilib qoldim, ko'rsatmay qilib qoldim. Bir O'zbekniki shu Toshkent aerodromi o'xshaydi va yoki O'zbekning boshqa aerodromi bilmadim. Shu yerda men misada aerodromda men hozir mishani qarsak yomon Xitoylar jiqgan, avval surishtirib shu Xitoylarni surishtirdi. U aerodromning ichida minayotgan o'zbeklardan Xitoylar jiqgan hamda ayadiki. O telefonda atroflarni ko'rsatishim ko'rdingiz, evet berdim o videoni ko'rdingiz. Onun qaraganda yani O'zbekistondagi bir aerodromni qaysidan ekanligini aniq demabdi. Ash aerodromning ichidagi yo'lovchilarning ichida O'zbek yoki boshqalarning qaraganda Xitoylarning ko'p ekanligini bu shuni bir vaqtida. Birinchisi bu. Ikkinchisi deydi, bir yil ichida deydi, bizim 300 dan ortiq O'zbek ayollar Xitoylar bilan to'y qildi deydi-da yana. Bir yil ichida 300 dan ortiq O'zbek ayollarining Xitoydan to'y qilganligiga qarshi bizim ikki qiz gapini deyapti-da. Bu niyat orqali yani O'zbeklarni Xitoyni ogohlantirish, Xitoyning O'zbekiston kengayishligini qarshi turish, shundaqla O'zbek ayollarniki Xitoydan to'y qilishiga qarshi norozilik ifodalayapti. Bunda sizlar belki texnik ko'p taqilish mumkin bundan keyin. Mushaqqada sizning tushunchingiz nima? Masalan, o'tirib Toshkent rayonlarida Xitoylar jiqma. Masalan, buni demoqchi o'g'lim, men asli o'zimning noyisda kichik vaqtlarda masalan boshlang'ich o'rta maktabni oliy maktab o'tkish oraliqda men o'tirayotgan Aqsuv viloyatining Uchturpan noyisda Sharq Turkistonniki qanchalik Xitoy borligini sanololmaydi, berish kuchlab sanagan o'xshash. Hozir endi butunlay ta'tir bo'ldi-da, Xitoylar qancha Uyg'ur borligini sanay oladi, endi mushta shakl Muyda vaziyat shakllanib qoldi. Ya'ni bu nüfusun adadiga ko'payib ketishi. Demakchi o'g'lim, siz o'ltiraqlashgan hamda Toshkent rayonida Xitoylar ko'pmi? Undan boshqa shu O'zbekistonning qaysi viloyat yoki qaysi noya yezillarda Xitoylarningki tijorat nimalari, Xitoy nimalari nüfusi ko'payyapti. Mushaqqada bir qisqaroq tushuncha bergan bo'lsangiz. Rahmat. Bu narsa O'zbekiston o'zi Moşu sabık ısır devirde Özbekistan'da mahbir organları Moskvadan başkurulup kelgen. MVD'ler boğan, içki işler vezirligi boğan, lekin mahbir organları NKVD, KGB deyimiz go biz endi. Mana bu narsalar nimede Moskvadan başkurulup kelgen. Moşu müstakillik yılda Özbekistan özünün mahbir organlarını özlerinin adamları başkuruş. Mana şu yerde bulanın razvedka meselesini doğru yolga qo'yamaganligidan nurg'un razvedkaga biyaga kirib ketgan odamlarning nurg'unligini bilamiz. Masalan 91-92-yillardan shu Xansu razvedkasiga ishlayotgan odamlar bemalol mahalla raisi bo'lib, shunaqa siz aytgandek bayqandek xotin bo'lib ketish, yo'qmi u yoqdan biznes bir nima elish, uning o'rniga undaq berish. Arada bir shu muhtaram prezidentimiz oldingi prezidentimiz vaqtimi bir naytı bir ziyali adamның qizi işte nima satqanligi, içeride qizlarni u yoqqa satqanligi, men shu nimada O'zbekistonda va ko'cha odamlari deydi-ku, ularningmi 3000 2000 işte qizlarni chetga setib o'tkazganligi ham ma'lumotlar bor, lekin bu aniq axborotlarda buni e'lon qilmay maxfiy tutib kelgan. Yani bugundan boshlab mana shu masalalar ochiq yuziga chiqishga boshlayotdi. 300 odam tekib ketgan bo'lsa, bu mahallasi va ota-onasi va bu qanday bo'ldi? Masalan, Moskvada o'qiyotib ya falon joyda, Amerikada o'qiyotib tekib ketgan bo'lsa, u boshqa gap. Jazman shu Toshkentda turib yashab yetib
tegib ketgan bo'lsa, bu odamlarning konstitutsiya nimasi bu fikr erkinligi, o'zining erkinligi degan narsalar bor-da. Mana bu yerda bor. Lekin urf-odatni saqlash, milliy tiklanish partiyalari bor bizda. Hech byudjetning pulini yeb shu nimada o'tirdi. Oliy Majlisda deputatlar nihoyatda chiroyli o'tirdi-da, lekin mahallada buni nimalarda ishlash kerak. Bu qanday senga loyiq yo'qmi deb mana o'zining milliylik g'ururini ko'rsatib, xalqning ichida haqiqiy ayrim mahallada o'zining deputatining kim ekanligini tonimaydi. Shu mahallaga bir nimani avatib berdi, shuningla mahalla uyushtirib berdi, odam deputat bo'lib o'tib ketdi, yuqori ketaverdi. Shu vaqtda nazorat yo'q degan so'z. Shuning uchun qurashaxs konsolidatsiyasining nazoratini, diqqat nazarini e'tiborga oshirish uchun qurollarga kengchilik berish kerak. Shundaq bir vahimalik voqealarda emas, qonuniy jihatdan shu mahallada rais bo'lib ishlayotgan yo boshqa odamlar noiti aniq bu saylovlarni to'g'ri o'tkazish kerak bular. Prepiska qilib, qog'oz to'plab, yuqorga saylov etaversa, ertagun bugun o'ta 5 yil, 10 yildan keyin bizning bu prezidentlarimiz Perido boshqa o'rniga kelgan odam qanaqa boshqurdi? Shuning uchun hamma nima yildizidan bog'liq mishada. Shuning uchun mana 300 oilada 300 nima tug'ilsa, bu qanday bo'ladi deysiz-da, 300 bola tug'ilsa, bular o'qisa, bular nima bo'ldi? Undaq narsalarga biz qo'pol turda qaramaymiz, madaniy turda qaraymiz. Sababi meni onam ashaqti vatandan qavaqlarda kichkina, kichkina vaqtlarimdan qulog'imga kirib qolgan. Dadam to'g'ri men 11 yosh vaqtida o'ldi. Arjanzilar debdi. Opa bu arjanzi degan nima desa, shu bir-biri bilan millat chiqilishib ketgan, Uyg'urlar bilan shu Angso chiqilishib ketgan chiroyli bo'ldi. U nimada Pekinda ko'p dedi. Shuning uchun biz ayrim vaqtlarda bu davlatni Xalq Respublikasini ularimiz biz ham boshqaryapmiz. Boshqarimiz ham sababi bu shu o'rincha butun dunyoni boshqaradigan bir markazga aylanyapti. Iqtisodiy markaziy yashab bo'lib qelyapti degan so'z. Bir Xalq Respublikasi. Shuning uchun bizning vatanimizni mustaqilligiga kurash qilishimiz kerak. Shu boshqarish bizning nimamiz bilan, innovatimiz bilan boshqa yoqlarga taqilish kerak-da. Mana muhojiratga chiqib, o'sha o'zlarining har xil nimalarda Yevroparlament, Yevrosoyuz, boshqa davlatlar bilan harakat etgan demokratik davlatlarda bayroq ko'tarib, o'zlarining ishlarini yo'lga qo'yayotgan shu bizning vatandoshlarimiz, kurashchilarimiz nihoyat shu narsalarga e'tiborni berish kerak. Kishilik huquq u bir modadan qoldi hozir. Kishilik huquq mana shu O'zbekistonda da'vatsiz 300 odamni ipopti dedi. Shuning kishilik huquqiga kim tegishib turibdi? Sen nima qotsa deb hech kim demaydi-ku. Shuning uchun bular tegib bo'lgan. Mahalla aralashmagan, boshqasi aralashmagan, zaksga berganlarga jiq pulni bergan qilaverdi. Zak pechatni urayverdi degan. Shuning uchun mana shu bizning muhojiratdagi tashkilotlarimiz, surgunda hukumatlarimiz, siyosiy partiyalarimiz mana shu diqqat nazarini qaratib, bizning kelgusi mustaqil bo'ladigan Uyg'uriston davlatchiligining tarixiy nimasi qanday bo'ladi kelgusi qaytarib kelish harakatida bo'lyapmiz-ku. Mana shuning diqqat nazarini qaratish kerak. Mana shu mening fikrim. Rahmat, hozir ham siz mana shu g'arb davlatlaridagi Uyg'ur tashkilotlari to'g'risida qisqa bitib ketdingiz. Endi O'zbekistondagi Uyg'urlar, bashar Uyg'urlar jamoatlari va o'zingiz dedingiz, ommaviy tashkilotlar bor deb. Shu g'arbdagi Uyg'ur tashkilotlari haqida, undan boshqa Turkiya tashkilotlari haqida, ularning siyosiy faoliyatlari, siyosiy programmasi haqida qanday bir tushunchaga ega? Siz qanday qaraysiz g'arbdagi Uyg'ur tashkilotlari haqida? Mushu haqida ozroq to'xtalib bergan bo'lsangiz, rahmat. Shaxsan men bu ta'lim vazirligida ishladim. Masalan, Qozim To'laganov shahar Toshkent shaharining hokimi bo'lgan odamman 1800-yilda chiqqan shu vatanimizdan chiqqanlarning avlodi bo'lgan-ki, shular bilan ishlashga men muyassar bo'ldim. Yo'ldosh Oxin Boboyevning shu O'zbekistonning tunji prezidenti bo'lgan Yo'ldosh Oxin Boboyevning Letish Vrashning bolalari bilan ishlashga muyassar bo'ldim. Shuning uchun men nayta bir fikr mulohizada ma'naviy tomondan bir salohiyatga egaman. Bular nabarot aytadi. Bu o'zinglarning miltiga bo'lgan e'tiboringlar qanday deb, qanday yashaysizlar kelgusi deb. Kelgusi biz qanday yashaymiz? Shu mustaqillikka harakat qilamiz. Endi O'zbekistondagi Uyg'ur xalqining farzandlari, xonim-qizlari, yosh o'smirlari qanday kun o'tkazadi? Madaniy markazlari bor. Men siz boy 5-da yetib o'tib ketdim 89-yili. Shaxsan biz o'zimiz harakat qilib, Elam Xudoyberdiyev degan bizning radio televideniyada zam ministr bo'lgan odamimizning
tashabbusi bilan biz Qirg'izistonlarga berib, Qozog'istonlarga berib, shu markazlarni tikilganmiz. Mana shu markazlar hozir o'zining nimasini olib o'tadi. Endi mushu mustaqillikdan keyin mushu 16-chi, 17-chi yillari mushu hozirgi muhtaram prezidentimiz nimaga kelgandan keyin alaytan millatlar ara shug'ullanadigan komitet yaraldi, xalqaro komitet. Mana men shunda bizni nurg'un madaniy markazlar qatorida Uyg'ur madaniy markazlarining respublikalik, viloyatlik, shaharlik, rayonlik ashad bor. Mushu Andijon deganlaringiz hammasi kirdi shuni Sirdaryo. Endi mana bu yerda bular ustavlarni to'g'rilab, shu xalqaro komitetning tarmog'ida bo'lgandan keyin mushu xalqaro komitet ham chet davlatlarda, Afg'onistonda, boshqa yerlarda o'zbeklarning taqdiri qanday bo'layotdi? Masalan, shu bizning tarixiyatimiz Sharqiy Turkiston bo'lajak Uyg'uriston davlatchiligida qirg'inchiliklar qanday bo'ldi, o'zbeklarning ahvoli bu nima komitet ishlab turibdi. Mana shu komitetga zamonaviy yondashish kerak bo'lar. Zamonaviy yondashish kerak. Men shunga dunyodagi birlashgan Uyg'ur xalqining anjumanini o'tkazish degan masalani men ko'proq gap qilganim mana shu именно mana shu komitetlar bilan aloqani tuzib turib, shu birlashgan anjumanni o'tkazgan vaqtida mana odamlarning psixologiyasida mayada miyimi yo go'shmi bu vaqtda ichilib boshlandi. Bu ko'n odamlar o'tirib bir mashrabni yig'iblar, bir restoranda banket o'tkazib usul o'ynab siyosiy tomondan qilsa qo'yg'ina deb turib mushtaq o'tib ketyapti-da. Bu yoqda qirg'inchilik bo'lsin, qo'yg'ina boshqa bo'lsin, qo'yg'ina bo'lsin, bu qandoq sen mustaqillik ega bo'lasan-da. Bu davr talabi, bu Uyg'urlar buni xolamdi, bu aydanpay kelayotgan masala bu. Uyg'ur davlatchiligining mustaqilligini qo'lga olish, unga ega bo'lib chiqish, uni isboti bilan qirg'inchilikni o'sha viloyat inqilobligi dokumentatsiyani hammasi keltirish uchun birlik kerak. Birlik uchun mana shu именно o'sha Qaraxoniy sulolasi yerlarda mustaqil bo'lgan unitar Turkiya mustaqil davlatlarining hozir ittifoqining bayrog'i bor. Bizning ham bayrog'imiz bor. Men uni bu yerda yoshirib o'tamayman. Mana bayroq mening tug'ilib o'sgan vatanimning bayrog'i. Mana men O'zbekistonning nuroniy fuqarosi, O'zbekistonning bayrog'i. Mana bizning kelgusi vatanimizning bayrog'i. Buni hech kim yoshirib, bekitib o'tagan hech kim yo'q. Qirg'inchilikni ham hech kim yoshirayotgani yo'q. Mana qirg'inchilik masalasida bo'lgan voqealiklar. Buni hech kim unutib qolgani yo'q. Buni unutib qo'ymay shu joyda ketib qolmasdan xalqaro tashkilotlar mishada elchi o'mak diplomatiyasini kuchaytirib, qanday qilamiz deganda bir yoqdan bosh chiqarib, to'xtam qaror. Kim qiladi buni? Qanday qilamiz? degan vaqtda huquqshunoslarimiz, tarixchilarimiz va olimlarimiz va notiqlarimiz va suhbatlarni elib biz yo'lga qo'yib ketishimiz kerak. Mana shu masala. Uyg'ur madaniyat markazlari ishlab turibdi. Xo'sh, rahmat. Endi hozir timni azroq chatnashib qolib qoldi. Mening sizga qo'ygan savolim endi O'rta Osiyodagi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istondagi xalqimizningki, shu jamoatlarningki o'sha g'arbda faoliyat olib borayotgan Dunyo Uyg'ur qurultoyi bo'lsin, surgun hukumat bo'lsin, Turkiyadagi Sharq Turkiston ma'rif jamiyati, xalqaro tashkilotlar birligi degandek mushtat tashkilotlar bo'lsin, mush tashkilotlarga bo'lgan ko'z qarashi qanday? Endi tanqidiy ko'z qarashlar bo'ldi, bo'lmadi emas. Bir oraliqda mana shu Dunyo Uyg'ur qurultoyiga nihoyat kuchli ishongan, ularning har bir gapiga diqqat qaratgan bo'libmi Qozog'istondagi bizning Uyg'ur jamoatchiligimizning qilgan. Bu orada bir qanaqda bir Nuri Turkal bilan Dolqin Yasin, Dolqin Isa uning ayrim qiliqlari shunday rahbar bo'lib turib, shunday bo'lamdi deb sal bular haqiqiy chekindi. Lekin bu narsa vaqtincha har qanday xatoligini tuzatgani bo'ldi. Bilib turib tuzatmagan yomon. Buning uchun bularning tajribasi bor. Bular o'zlarini qaytadan o'zini tiklash kerak, harakat qilish kerak, yoshlarga yordam berish kerak, yo'l yo'riq berish kerak. Bu vaqtda bular hammasi bir yo'lga tushib ketadi. Endi Sharqiy Turkiston surgunda hukumati deydi ekan, bular tashkilotni qurib, shu Amerikaning nimasiga qancha tashkilotlarning spiskasi kerak degan vaqtda nihoyat aktiv bo'ldi. Men o'zim Qirg'izistonning ittifoq degan jamiyatining 35 yilligiga men berib qatnashib keldim. Bu Qirg'izistondagi Uyg'urlarning diqqati Qozog'istondagidan kuchli. Lekin bularning e'tiborli bo'lish kerak-da, ishim ko'rikda o'tishi nazarda emas. Buni o'tkazgandiki shu
Sharqiy Turkiston sürgündü hökumeti onun chet el ministri bexatarlik dedi. Bexatarlik nima bu? Bizning kundan kunga biz bir narsani to'g'ri yo'lga qo'yamizsak, bu bexatarlikka kiradi. Shuning uchun hammasini diqqat bilan kuzatib, o'zining tarafdorlariga deputat saylanganda o'zining nimalariga ko'yimchan bo'lgandek bu hukumat deb turibdi. Hukumatlik ishingni yo'lga qo'yamizsan, bir qandaqdir bir nashriyatga o'xshab kitap chiqarib, uni deb, buni deb UAB'ga bir tashkilotlar chaqirsa, tetal tashkilotlar mehmon bo'lib, dopini kiyib berib qo'ygan bilan ish bitmaydi. Mustaqillik uchun o'sha chegaradosh Uyg'uriston davlatchiligiga chegaradosh 8 davlatdan bo'lganini yo'lga qo'yish kerak. Uning uchun mana mashadiki bo'libmi Qozog'iston, Qirg'iziston mana chegaradosh, Tojikiston chegaradosh, O'zbekiston chegaradosh bo'lsin, biz qon qarindosh bag'irlab bir millat deb turibmiz. Mana shu masalada bularning nimasi yechilish kerak mana. Demak, воображение demda, чувство dedi o'rischa aytganda. Mana anqirish, ong saviyasi, keng qarash kerak-da. Ong saviyaga bog'liq bo'ladi. Sizlar endi mana shu Niderlandda yashayapsizlar. Sizlarga mana shunchalik sharoit yaratib, mushuni qilgancha shunchalik aloqali qilib, jon ko'ydiryapsizlar. Biz shuni qo'llab quvvatlagan holatda mana shu ishlarni qo'llab quvvatlagan uchun chiqyapmiz. Bo'lmasa, o'zing arosini tatsak, qadaq bo'ladi, to'g'rimi? Bir yoqidan bosh chiqaraylik degan gap mana shu masala, mustaqillik masalasi. U kichik huquqni o'zi davlat qurib olgandan keyin asosan bo'lib ketaverdi degan so'z. Mustaqillikka dokumentatsiya tayyorlandimi? Shuni paydin-pay mingish kerak. Uning uchun mashadiki Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston ya boshqa Mong'oliya bilan aloqani tuzish kerak. Ularning parlamentlarida bularning hujjatlari tasdiqlanib, nima degan vaqtida mana bu sotsial proyekt strategiya, milliy g'oya sotsial proyekt strategiyasi bularni aniq bo'lish kerak platformasi. Mana bu shu yo'llanmamiz, shuni harakat qilyapmiz. Bu bizning haqqimiz. U Xitoy Xalq Respublikasi bo'lib o'zi privatsin, biz uning davlatchiligiga salbiy ta'sir ko'rsatmaymiz, lekin biz avtonomiya, yosh avtonomiyaning eng kuchli avtonomiyasi biz o'zimizning mustaqilligini qo'lga olamiz. Bu nihoyatda eg'ir musibatli kunlardan keyin akib qizil bayroqni ashaga qo'yib olishni o'ti bu nihoyatda xiyonatlik ish bo'lyapti. Hozir shuni sezmayotdi mujoratdagi Uyg'urlarimiz. Qanday gaplar. Endi Turkiya tashkilotlari shu haqida. Turkiya tashkilotlaridan Tümtürk'ünü de bilimiz, Rabia Qadir'nin bir yaqin yardımcısı ekan. Qolganlarida tanqidiy ahvollar bo'ldi. Qandaq bu eti nihoyatda Xudoyor xondamda birimdaydi, lekin bunday bir shunda publikaga minglagan odamlarning oldiga tribunalarga chiqib publikadan qilgan odamning bir salbiy ishlari ko'rinib qoldi. Shuning uchun biz bunday narsada sal buni tetiklik, hushyorlik, bu xalqni yig'ishib o'tirib chiqqandiki bir boqimandichilik arab nom beryapti, yo'misi bir yerdan ekag'i bir nim kelyapti deb uning bilan hammasiga taqib turib, mana g'amagat qilib, nima o'zining nafsiga ishlash bo'lmaydi. Shuning uchun bu Turkiyada bir ishga nimalar kelib ketdi, Seyit Tümtürk bilan aloqa qilgan, Rabia Qadir bilan aloqa qilgan bolalarga, lekin bularda real bir yo'lni tutib mangadigan proyekti yo'q. Shuning uchun men shu Birlashgan Uyg'urlar Dünyadaki Birleşken Uygurlar nimisini anjumanını o'tkazsak, shu yerda to'xtam qaror qilib, majburiyat elib, shartnoma asosida ham buni qilsa deb kelishib olsak degan masalani mana shuning uchun men olg'a surib, 6 oydan beri gap qilyapmiz. Gap yerda qolmaydi, buni qilamiz, lekin kim boshlaydi shuni? Kim shuni oldida chiqib boshlab berdi? Mana shu masala. İşte hozir demoqchi bo'lganimiz tashkilotga chechelan bo'lib, aniq nishon g'oyalar bu millatga ümisi kelib kelyapti demoqchi, shundaqmi? Mana shuda. Bir kelamayapmiz, qanday qilamiz buni? Hem bu nimada O'zbekistonda Uyg'urlar jiq bo'lgandan keyin burunqi 90-yildan boshlardagi Uyg'ur milliy mustaqillik kurashlari xili jonlangan bir yam O'zbekistonda. Anladik-da, biz ham men O'zbekistonga berib boqmadim. Siz ham O'zbekiston uzun muddat yashagan bo'lishingiz hisobingizdan shu vaqtdagi Uyg'urlarniki milliy mustaqillik harakatlariniki O'zbekistonda, Qirg'iziston, Qozog'istonda düşürüp rivojlanishi, tuyuqsizlar bularniki mag'lub bo'lishiniki sabablarini nima deb qaraysiz? Masalan, yashash variantga nurg'un voqealar, ahvollarni bilasiz, nurg'un jamoat arboblari, nurg'un Uyg'urlar bilan tanishsiz, ular o'tirib paranglashgan vaqtlarda shu ishlarniki mag'lub bo'lish sabablari nima deb qaraydi?
ular mag'lubiyatga uchirdi deb qaramayman men. U vaqt soati o'tgan biologik har qanday odam tugab ketadi, lekin fizikada qonun bor. Bor narsa yo'qolib ketmaydi, yo'qdan paydo bo'lmaydi. Bu bizning davlatchilik masalamiz. Paydan-pay buni biz vatanparvarlik his tuyg'udan shuni intilib menishimiz kerak, tarixini bilish kerak. Tarixni bilish kerak-da. Endi bu nimalar demografik masalasida bu Qaraxoniy sulolasi yerlari bizning vatanimiz deb men necha marta qayt aytganman. Mana shu demografik jon sahatdan biz bularni asrab avaylab bularga noit diplomatik aloqani yaxshi yo'l qo'yib kelgusi bizning nimamizni qoplab ketish kerak. U yerda qirg'inchilik bo'ldi. Qancha million, endi 7 millionning 3 millionni tugal o'ltirib qolganini qulchilik qilmay taqab ketdik. Endi bizning jon sonimiz. Endi uningda tashqari 82-yili Toshkentga kelganda men biladim. Ham Fransiskaga ko'chib ketyapman men. U yoqda ayollarni bunday abort tug'mas qilib etish yomon kuchayib ketyapti. Aşağı ketyapman deb bir Toshkentga Rahim So'lat degan bir ziyoli odam bordi. Shuni oldiga bir ayol kelgan shu vatandan. Men shu vaqtlardan bilaman. Bu shu vaqtlar 82-yillarda boshlab nima qilgan buni yaqin vaqtlarda qirg'inchilikda kuchaytirib qo'pol darajada qildi. Rahmat. Unda vaqt e'tiborlan programmamizga oxirgi bosqichga kirib qoldi. Eng oxirgi bir so'zingizni olay. Siz hamda O'zbekistonda yashayotgan bir Uyg'ur bilan suhbatingiz bilan O'zbekistondagi Uyg'urlar bilan boshqa Yevropa, G'arb davlatlarida yashayotgan, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarni bir organik baq qurish uchun qanday bir tavsiyalar bo'lsa, bizim ko'proq shu O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning ahvollarini tushunsak, shularni tunishsak, o'zaro bir yana digital dunyoda o'sha bir baq qurish uchun qanday o'zingizning bir tavsiyalaringiz bor? Shundaqla G'arbdagi Uyg'ur tashkilotlarga qanday bir o'zingizniki bir o'zingizning bir o'ylagan fikrlari bor? Shuna programmamiz ochdik. Endi dastlab shu muhojiratga chiqib tashkilotlarni qurib, kadimki xalqning bir ishini qildim deb o'tirg'i chiqqan bizning notiqlarimiz deylik. Mana shu notiqlarimizdan bir-biri bilan, masalan, Germaniyadagisi Amerikadagi bilan, Yaponiyadagi bilan siz o'xshash Niderlandiyada deylik, boshqa Belgiya, mana shular o'zaro kelishib bir 7 kishilik bir delegatsiyani O'zbekistonga deylikmi, to'qitarni etib O'zbekistonga kelib bir delegatsiya qilib, ular bir bosh qo'shsaq deb kelgandan keyin biz shu vaqtda bular bilan bir muloqotni o'rta bir kruglый stol deydik, bunda dugular stolda o'tirib gaplashgandan keyin bularni biz kelgusi bu Qaraxoniy sulolasi yerlarida mustaqil bo'lgan davlatlarning ittifoqi bor, uning bayrog'i bor. Mana shu general sekretar va bosh nimasi Fatipi, u Quvonishbek degan. Ular bilan maslahatlashgan holda mayli Qozog'istonga, Qirg'izistonga, qolgan Tojikistonga bir safarlarni uyushtirgandan keyin mana shu 6-7 kishinikini. Buning ichida O'zbekistonda biz o'xshagan ya boshqa bir yaxshi bir nima ilmdan qobiliyati kuchli odamlar qo'shilishib bir maqsadlik bir nima berib choy ichib o'ynab emas, buni bir dialog, monologni uyushtirib ketgandan keyin ular berib yoqdiki, o'zlarining tajribasini orttirgan shu nima muhojiratdagi tashkilotlar o'zaro gaplashgandan keyin u bir 6 kaptirim 7 bo'ldi, 7 kaptirim 8 bo'ldi degandek u bir nimaga keladi. Shu vaqtda biz bilan hisoblashadi. Mana hisoblashadi. Yani demakchi bo'lganimiz siz o'ttirimizda bir dialog qurish orqali o'zimizningki hamkorligimizni kuchaytirsak demoqchisiz, shundaqmi? Birlashgan anjumanni o'tkazish uchun tayyorlik komissiyasi bo'lish kerak. Mana shuning uchun bular bir kamasdan turib, bunda nimada ekranda turib gaplashgan bilan hal bo'lmaydi. Real kelib bir kishini chekib kirib, kim kapti, nim kapti deganda chet el ministrlar saprovojdat qiladi, qaraydi, ehtiyotligiga qaraydi, ammaga nimaga Pekindan kelding, nima qilib yursa degan gaplar bu sal bundoq ro'dibay gaplarda. Bu kelganda haqqi bor, pasporti bor, viziti bor, ko'rdi kelgan puli bor. Onun o'xshash bizning nimamiz bor, g'ururimiz bor, millatga bo'lgan, davlatimizning kelajagiga bo'lgan nimamiz bor. Kelgusi bir
maqsadimiz var, arzu armanlarımız var. Şunun için geldik deyiş gerek de. Onda qo'rqanchalik nima ketmaydi endi. Qo'rqsang qo'rqib o'tiraversan, nima qilsa vaqt ekran oldiga chiqib bayroqni qo'yib gap qilib. To'g'rimi? Men sizlarni boshqalarni da'vat qilmanda tanqid qildim. Yani O'zbekistonga berib, bizning bu g'arblik tashkilotlar berib, u yerda bir anjuma, yana bir dialog suhbat olib boradigan bunda vaziyatni shakllantirolmaydi-da. O'zbekiston Xitoydan eng yaqin bir davlatlardan birisi. Burunma Kanada fuqarosi Husan Jinjil O'zbekistonga kelganida Xitoy topshirib hozir Xitoyning turmushi yetyapti. Yani u yerga berib, unda O'zbekistonlik Uyg'urlar bilan bir oraga kelib, bir hamkorlik o'rnatish imkoniyatlari yo'q deb qarayman. Hamda hammadan raskem degan u yerga berish ehtiyot qiladi-da. Bugün mana Dolqin Isa sobiq rahbari Dünya Uyg'ur Qurultayının Yevroparlamentda Uyg'urlarga taalluqli bir dokumentni tasdiqlaganligini e'lon qildi YouTube'da. U bo'lsa-mu Yevrosoyuz Yevroparlamentining buni Ukraina, nima u Palestina, Suriya voqealari bilan oqiq ko'rilib qolgan hujjat qabul qilindi. Mana shu hujjatning tarkibida boshqa masalalar uchun unchalik nurg'un odam bo'lmasa-mu, bir 3-4 odam haqiqiy vakil bo'lib kelib bu ishni boshlash kerak deb bu yerda tashqi muhit ta'sir qildi degan narsa bor. Davlating borma, chiroq yashayapmiz, nima qilsa desam seni yoltaytiydi-ku anda har qanday. Shuning uchun bizning muhojiratdagi bizning Uyg'ur xalqining farzandlari, xonim qizlari, yosh o'smirlari g'ayratlik, jur'atlik, jonjur'atlik bo'lish kerak. Bu masala nihoyat muhim. Ya kamaytirib bu havoda hal qilgan bo'lsa, u xomxayol. Mashtaq gap. Men javob berdimmi? To'g'ri, rahmat. Ana o'shay berib unda bir hamkorlik bir shakl suhbatlashish haqiqatan tasdiqmish Yevropani o'zi turibmi, ashdaq bir imkoniyatlarni qilmayapmizda. Endi bu bizning ejallikimiz. Biz o'zaro qancha ko'p bir yerga kelib paranglashsak, fikrlashsak, bir-birini tushunsak, o'tirimizni ixtilof tushunmaslik, bir-birimizga qaydosh bu masala tugab hamkorligimizga bir yangi bir ul solgan bo'ladi. Afsus, endi bunda ahvoli bo'lmayapti. Buning uchun xalqni o'yg'oq turish kerak, xalqni tashkilotlarga besim qilish orqali, fikr berish orqali izchil tashkilotlarni bir oraga kelib bir hamkorlik shaklida texnik bir ko'plagan tashkilotlarni o'z ichiga olgan xalqaro saviyalarda faoliyat qila oladigan, lobbiy harakatni olib bora oladigan mushta bir anjuma munbarniki qurilishiga turklashcha buni xalqning roli cho'ng deb qarayman. Xalq qancha uyg'oq bo'lsa, qancha ko'p o'z ichiga birib tashkilot besim qilib qolsa, tashkilotlarni bu ishlarni qilishga majbur bo'ldi deb qarayman. Rahmat Sayzaxon aka, bugungi suhbatimiz yaxshi bo'ldi. Texnik ko'p O'zbekistonniki Xitoy siyosatlariga qarshi ba'zi bilan texnik ko'proq fikr qilgimiz bordi, hamda ba'zi bir ishlar sizga yashayotgan bo'lgandan keyin albatta O'zbekiston hukumatining gapini qilasiz. Ham davlatda o'tirishga manfaat dedik, hamda foyda manfaat bo'lgandan boshqa to'lamaydi ekan. Siyosat degan Xudoni to'lamaydi ekan, payg'ambarni to'lamaydi, o'zing qarindoshlarini urug' tuqqanlarni to'lamaydigan, hammani qurbon qiladigan bir nima ekan bu? Shuning uchun hamda suhbatimizni sal nimaroq shakllarda olib bordik. Lekin xo'sh bo'ldik, shundaqla diasporadagi nurg'un qarindoshlarimiz bu e'lon chiqqandan keyin o'ziniki mamnun bo'lganligini O'rta Osiyodagi xalqlarimiz bilan diasporadagi xalqlarimizni tanishtirish, o'zaro bir organik bog' qurish uchun bu programmning muvaffaqiyat bo'lishini tilab, jiq qadamlar yaxshi fikrlarni bergan. Demakchi, bu bizning O'rta Osiyo qarindoshlarimizdan bo'lgan bir tunji qatana bir suhbatimiz. Bundan keyin yana Qirg'iziston, Qozog'iston, boshqa Uyg'urlarni sizga o'xshash o'sha sotsial medialarda aktiv bo'lgan Uyg'urlarning siyosiy harakatlariga fikr qilayotgan akıllarimizni, adillarimizni ekranga chaqirib chiqish orqali xalqimizdan bir tunishtirishni izchil davomlashtiraman. Şu an bugungi suhbatlarimiz mishagichi bo'lsin. Sizga ko'pdan ko'p rahmat, sizga salomatlik, qutuq tilayman. Keyingi suhbatlarimizda yana sizni bir taklif qilishga yana bir fursatlar bo'lib qolar. Hammamizga Alloh omonat degan suhbatimiz mishat tugadi. Mayli, salomat bo'linglar, omon bo'linglar, maqsad murodinglarga yetinglar. Yaxshi kunlarda bu qilgan niyatlaringizga men ham qo'llab-quvvatlayman. To'qetari shu bizning tarixiy vatanimiz Sharqiy Turkistondan Hansu Kompartiyasi o'zining qizil bayroqlarini yeb chiqib ketish,
Shu vaqtda biz Uyg'urlarni qiynaqtirdi. Birinchi bayroqlarni ep chiqib ketish, birinchi qadam, birinchi etap bo'ldi. Mana shundan keyin biz ishga boshlaymiz. Hansu ko'p partiyasining yov bizga bir anaqa yov nimasi chekinibdi. Haqiqatan biz tushundik deb qolgan ishlarimizni diplomatik asosda asta-asta olg'a surib boraveramiz deb niyat qilib, shu barliq dunyodagi Uyg'ur xalqining farzandlarini, xonim-qizlarini, yosh o'smirlarini birlashgan anjumanga tavsiya qilma, taklif qilma, o'shuning bir bosh qo'shishga niyat qilaylik. Xo'sh, salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum ekranli qarindoshlar, programmamiz oxirlashdi. Deb qo'ygan bir ikki gap bor. Birisi birozdan bu Facebookda yapgan suhbatni men tushirib YouTube akkauntimga chiqarib qo'yman. Bu YouTube akkauntimizga a'zo bo'linglar, taqib qo'yinglar, texnik ko'p odam foydalansin. Har zaman taktik fikringlar yoki pustan odam bilan bir ekranga chiqqan bo'ldi yoki men o'zim bir tayyorlagan darsim bo'ldi yo suhbat programmasi bo'lsa, har zaman Uyg'ur shayxonasi suhbat programmasi sizlar uchun xizmat qiladi. Tarafsiz o'rinda turamiz. Undan boshqa bir necha kun bo'lib ketdi mana sosyal medialarda, Facebooklarda, Instagramlarda O'zbekistonda Xitoy qarshi harakatlarni kuchayotganligi, Xitoy mollarini boyqut qilish, o'sha Xitoy ko'chmanlarini qo'g'lash haqida nurg'ulg'an videolar tarqaldi. Men o'sha aloqalashib ekranga chiqaysam fursat bo'lmadi, javob qaytarmadi. Sizlarning tunishlaringiz olib qolsa, o'zbek tunishlaringiz olib qolsa yoki shunda Xitoy qarshi harakat qilayotgan shu sosyal media tunishlaringiz olib qolsa, tunish tursanglar ekranga taklif qilib, shularning og'zidan, o'zbek xalqining og'zidan shu yerdagi Xitoy oqqullarga bo'lgan norozilikni shularning o'z og'zidan bir anglab boqaylik. Hammalarga rahmat, Allohga omonat, kelar qatim soni ko'rishaylik. Hammalarga Alloh topshirdi. Rahmat.